Shu kunlarda mamlakatimiz bo'ylab tamaddun, madaniyat va ma'rifat mavzusidagi ma'rifat karvoni ilmiy innovatsion madaniy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari o'zgacha shukuhda o'tkazilmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi hamda qator tashkilotlar hamkorligida amalga oshirilayotgan loyihaga olimlar, ziyolilar, diniy, ma'rifiy hamda madaniyat, san'at sohasi vakillari jalb qilingan. Ular yurtimizning eng olis va chekka hududlarida bo'lib aholi bilan muloqot qilmoqda. Ilm, ma'rifat ulashmoqda. Navbatdagi manzil Qashqadaryo viloyati. 10 dan ortiq loyihalarni qamrab olgan ma'rifat karvoni Qashqadaryoning turli lokatsiyalarida. Yangi O'zbekiston yangi renessans ilmiy ma'rifiy forumi, tirik tarix, farovon hayot sari ilk qadam, olimlar va yoshlar uchrashuvi, ijtimoiy g'oyalar forumi, inson qadri kabi loyihalarning har biri o'z yo'nalishi, o'z mohiyatiga ega. Qarshi davlat universitetida bo'lib o'tgan forum vohaning ziyolilari, ilm ahli, tadqiqotchilar, bilimga chanqoq yoshlar uchun qulay muloqot platformasiga aylandi. Aytilgandek, bugun yurtimiz ziyolilari oldida islohotlar mazmunini aholiga yetkazish, har bir yurtdoshimizda shu yurtga daxldorlik hissini kuchaytirish, har qalbda shukronalik tuyg'usini oshirish, ilmga, ma'rifatga oshno etishdek ezgu va zalvorli missiya turibdi. Va bu xayrli ish olimlardan faollikni, uyg'oqlikni talab qiladi. Bizning maqsadimiz mana hozir sivilizatsiya yangi bosqichida ma'rifatni, madaniyatni yanada yuksaltirishda albatta ahli ilmni, ziyolilarni, olimlarni, targ'ibotchilarni roli katta. Shu maqsadda ularga qo'yilgan vazifa mana shu biz bugun o'tkazgan suhbatimizdagi mazmun mohiyatni aholining keng qatlamlariga, xususan yoshlarimizga yetkazishligi kerak bo'ladi. Chunki ilm ahli, ziyolilar uyg'oq bo'ladigan bo'lsa, albatta jamiyat yanada taraqqiy etadi, yanada rivojlanadi va hamma ezgu maqsad yo'lida birlashadi. Ma'rifat karvonining o'ziga xos loyihalaridan biri tirik tarixdir. Kino san'ati orqali tarixni bilishga, o'zlikni anglashga, ma'naviy ozuqaga to'yinishga qaratilgan ushbu loyiha sabab kino ijodkorlar Koson tumanidagi madaniyat maskani hamda Kasbi tumanining eng olis hududi Toshqo'rg'on qishlog'ida bo'lishdi. Aholi va ijodkorlar o'rtasida samimiy muloqot kechdi. Ma'rifatga undovchi roliklar, qadriyatlar ulug'lanuvchi milliy filmlar namoyish etildi. Inson ruhiyatiga kino san'atichalik ta'sir o'tkazadigan hech bir omil yo'q. Haqiqatan ham bugun kino san'ati yosh avlodning ongiga, shuuriga va yuragiga ma'naviyatni, vatan tuyg'usini hamda barcha ulug' tuyg'ularni singdirishga katta ko'makchi bo'ladi. Ma'naviyat targ'ibotchilari shuningdek viloyatning Dehqonobod tumanida bo'lib, ishsizlik bo'yicha qizil toifaga kirgan mahallalar aholisi, bitiruvchi yoshlar bilan uchrashishdi. Real holat o'rganildi. O'z navbatida o'zini band qilgan yurtdoshlarimiz, tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan ayollar faoliyati bilan tanishildi. Ma'rifat ulashuvchi karvon hududlarda o'z faoliyatini davom ettiradi.